Siz bostirganingizda siz aytgandan chiqmadimi? Buni oson yo'l bilan almashtirish mumkin. Ya'ni biz iskana payvand usulidan foydalanishimiz mumkin. Bu nima degani? Qalamcha payvand qilish usuli siz bilan birgalikda hozir bir nechta usullarni ko'rib chiqamiz. Iskana payvandni qaysi daraxtni qaysi shoxlariga qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Asosiy tanadan chiqib kelgan shoxga qilish bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki oziqa yetarli darajaga yetib keladi, yaxshi rivojlanadi, yaxshi hosil beradi. Biz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan onalik shoxni tanlab olib va uni kesib payvand uchun tayyorlab qo'ydik. Bizga hozir birinchi navbatda biz qalamchamizni kesib tayyorlab olishimiz kerak. Kesganimizda biz ahamiyat berishimiz kerakki, o'sha kurtak qaysi tomonga qarab qoldirishimiz kerak. Biz yon tomon tashqariga qarab kurtak qoldirishimiz kerak. O'shaning uchun mana shu kurtakni yon tomondan kesishimiz kerak. Yana bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. O'sha onalik shoximiz yorilib ketmasligiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Rulonlik paketlarimizni shunday ustiga keltirib qo'ysak, o'sha namlik qochib ketmasligi, o'sha mag'dani tutib ketishiga katta yordam beradi bizga. Video yoqqan bo'lsa like bosing va bizni kuzatishda davom eting.